Bugun sizlar bilan juda ham bir qiziq mavzu o'tamiz. Xo'p, e'tiboringizni mana bu gapchaga qarating. Demak, she was joy at home. Bu yerda gapni egasi, ya'ni o'xshatishimiz mumkin oilani boshlig'i. Bu yerda fe'l qo'shishimiz kerak. Fe'l egani holatiga qaraydi. Egani kayfiyatiga qaraydi. U birlikda bo'lsa, demak, to be fe'li is qo'yishimiz mumkin. She is at home. Keyin gapga e'tibor bering. Agar egamiz ko'plikda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni they, ular, unda ko'plikdagi to be fe'li qo'shishimiz mumkin. They are at home. Ular uyda. Bu juda oddiy. Buni deyarli barcha o'quvchilar biladi. Lekin shunaqa holatlar bo'ladiki, ba'zida gapda siz fe'lni to'g'ri qo'ya olmaysiz. Ya'ni ega ko'plikda kelyaptimi yoki birlikda kelyaptimi? Xo'p, bunga nima sabab bo'ladi? Conjunctions, ya'ni bog'lovchilar. Mana bu quyidagi and, as well as, not only but also bog'lovchilari kelganda, ya'ni ushbu gaplarga burnini suqqanda, siz mana bu yerda qo'yishingiz kerak bo'lgan fe'llarni ko'plikka nisbatan qo'yingmi yoki birlikka nisbatan qo'yingmi deb ikkilanishlar bo'ladi va ko'p o'quvchilar mana shu joyda xato qiladi. Ana endi bugun bu sirni ochib tashlaymiz, e'tibor berasiz. Demak, birinchi gap juda oddiy. My brother and my sister. Boshqa at home. Akam va singlim uyda. Xo'p, bunday holatda ikkala egani ham hisobga olib, demak, ko'plikda bo'lyapti. To be fe'li a qo'yasiz. Ko'plikka nisbatan. Keyin gapimizda esa my father as well as my brothers bosh joy, demak, working. Bunda as well as bilan birga degan ma'noni beradi. Tarjima qiladigan bo'lsak, dadam akalarim bilan birga ishlayapti. Bunda gapda fe'l qo'yishimiz uchun birinchi egaga, ya'ni birinchi otga e'tibor qaratamiz. Demak, subject 1. Shunda birinchi egani hisobga olganimizda to be fe'li is qo'yamiz. My father as well as my brothers is working. Keyingi gapimizda esa not only the cat but also the dogs bosh joy sleeping. Bu yerda not only but also nafaqat balki ham degan ma'nolar beradi. Tarjima qiladigan bo'lsak, nafaqat mushuk, balki itlar ham uxlayapti. Ko'rib turganingizdek, bu yerda the cat ega hamda the dogs bitta ot, ikkita ot kelyapti. Bunday holatda fe'l qo'yishimiz uchun qaysi egaga e'tibor qaratamiz? Ya'ni oxirgi egaga e'tibor qaratamiz. The dogs. Ikkinchi egaga. Va ko'plikda kelayotgani uchun demak are. Not only the cat but also the dogs are sleeping. Ana endi doimgidek sizga bitta oxirgi savolni qoldiraman. Not only the dogs but also the cat bosh joy. Xo'p, bu yerda nima deb o'ylaysiz? To be fe'li is qo'yiladimi yoki a qo'yiladimi? Izohlarda o'z javobingizni qoldiring. Shu kabi darslar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosing va ingliz tilini o'rganayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Bu qo'llab-quvvatlashingiz keyingi darslarni tez chiqarishiga motivation bo'ladi. Rahmat.